Ana ko'cha tomonimizni betoni ham saqal yakunlanyapti. Ustunlarimiz ishlayapti. Hormaylar. Salomat bo'ling. Charchamayapsizlarmi menga o'xshab? Yo'q, charchash bo'lmayapti. Qo'llaylar ko'rmas. Suv ham oz keladi. Suvni ham birato'la reklama qilib Ha, reklama qilib mana shunaqa suv yo'q paytlarda mana arig'imizda suv yo'q. Qurigan. Ana shu paytlarda suv yetkazib beradigan ukalarimiz bor. Hozir keladi. Telefon nomerlarini qoldiraman. Kimga suv kerak bo'lsa telefon qilsalaring, darrov 600 litr suv olib beradi. Ya'ni ichimlik suv biz qurilish ishlatyapmiz. Domlarda yoki qayerlarda suv ichmaydigan bo'lsa telefon qilib buyurtma bersalaring 600 litr ichimlik suv olib uyingizga qo'yib beradi. Narxi 50 ming so'm. Hozirgi paytda 2025-yil 17-dekabr sanasini kunlarda 600 litr 50 ming so'm bo'lib turibdi. Mana yana shlaka bloklarimiz ham urilyapti. Yo'l tomonimiz balandligi uchun 1,5 metr bo'lib ketdi bu tomon betonimiz. Mana ariqdan kiradigan quvurimiz, suv kiradigan quvurimiz. 1, 2, 3-palkani ondan chiqib qo'yishyapti. Ertaga xudo xohlasa 4-qatorni qo'yamiz. Ha. Charchamaylar. 10 tali tushmaydimi axir? Upor berib qo'yamiz. Ha, bo'ldi. Dumalab ketsa mendan emas deydi-yu. Undan bo'lmasin ish qilib. Ana suvchi ukamiz Muraveyda suv olib keldi. Ana shu bo'chga ekalasi 600 litr. Toza ichimlik suvi. Krandan to'ldirib olib beradi. Keldingizmi usta uka? Charchamay. Mana suvlar yetkazib beryapsiz. Telefon nomeringizni aytib yuboring. 93 aka. 93lik 409. Aha. 6283. 6283. Endi suvlarimizni qayerlargacha olib berasiz? So'ramiz aka. Ittifoq Qalin. Ba'zi katta mol janjal. Ana. Hozir bu suvimiz Namangan Sho'ronayon Qo'g'ay qishlog'imizda. Kim o'sha Qo'g'ay qishlog'imizga yaqin bo'lsa, ana shu raqamlarga telefon qilsalaring, toza ichimlik suv yetkazib beraveradi. Bemalol telefon qilib murojaat qilaverasizlar. Katta rahmat, ishlaringizga rivoj. Ana ustunkalarimizga suvni yetkazib berib turibdi. 600 litr suvimiz narxini aytib esimizdan chiqib qoldi. 50 mi aka? Ana hozirgi paytga 2025-yil 17-dekabr sanasiga narxlar 50 ming so'm aytib o'tganimdek.